O'zbekiston qanchalik dolzarb holatda ekan. Be sure not only where many colleagues who didn't like it constitute process. Remind them. Change of things of Minister or it should be banned to the political rights. Journalists. Hamma sohalarda ishlab chiqishda ijod etiladi. O'ylaymanki, treningning davomida olingan bilimlarimiz prokurorlar va jurnalistlar o'rtasida o'zaro ishonch va hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu treningda jurnalistlarning huquqlarini himoya qilish, ularga nisbatan sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishga oid alohida tushuncha va ko'nikmalar berildi. O'tkazilgan mazkur tadbirda ishtirokchilarda ijobiy taassurotlar qoldirib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga tegishli javoblarni oldi.